حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Assalomu alaykum birodar. Men bu savolni yaqin bir do'stimning nomidan bermoqchiman. U musulmon emas. U ismini zikr qilinishini istamadi. Lekin u muhandis bo'lib ishlaydi. Ma'lumki, Qur'on zamonaviy ilm-fanga zid emas. Biroq unda yer yuzidagi birinchi inson bu Odam alayhissalomdir deyilgan. Bu esa Charles Darwinning evolyutsiya nazariyasiga zid kelib qolmaydimi? Birodarimiz quyidagicha savol berdilar. Qur'on va ilm-fan orasida hech qanday ziddiyat yo'q. Biroq Qur'onda birinchi inson Odam alayhissalom deyilgan bo'lib, bu Charles Darwin nazariyasiga zid kelmaydimi? Ha, men bunga qo'shilaman. Qur'on Charles Darwin nazariyasiga ziddir. Sababi Charles Darwin shunchaki nazariya aytgan. Qur'on esa aniq faktlar kitobidir, nazariyalar kitobi emas. Qolaversa, agar Charles Darwinning qalamiga mansub turlarning kelib chiqishi nomli kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, unda Charles Darwin Beagle nomli kemada safarga chiqadi. U Galapagos orollariga borganida, uya qurish uchun tumshug'i bilan teshik kavlayotgan qushlarni ko'radi. Kavlangan teshiklarning uzunligi qushlarning tumshuqlari uzun yo qisqa bo'lishiga bog'liq ekanini aniqlaydi. Ushbu kuzatuvga asoslanib u o'zining tabiiy tanlanish nazariyasini ilgari suradi. Lekin u do'sti Thomas Thomsonga men bu nazariyamni 100% tasdiqlay olmadim. Biroq bu nazariya menga embriologiyada rudiment a'zolarni tushunishimda yordam berdi deya xat yozadi. Demak, aslida Charles Darwinning o'zi ham nazariyasida kamchilik borligini tan oladi. Mana shuning uchun ham maktabda kimnidir masxara qilmoqchi bo'lishsa, agar sen Charles Darwinning davrida bo'lganingda, uning nazariyasini tasdiqlagan bo'larding. Axir quygandek maymunga o'xshaysan deyishardi. Demak, bu shunchaki nazariyadir, fakt emas. Men birorta ham kitobda evolyutsiya fakt degan jumlaga duch kelmadim. Barchasida evolyutsiya nazariya deyilgan. Bundan tashqari professor Gratse shunday deydi. Shunchaki bir qancha qoldiqlarga asoslanib, biz maymundan kelib chiqqanmiz deyish, bu tasavvurga keragidan ortiq erk berishdir. Bugun ilm-fan 4 bosqich haqida gapiryapti. Birinchisi muz davridagi Australopitek, so'ng Cro-Magnon, Neandertal odam. Bularning barining orasida ilm-fan hech qanday bog'liqlik topa olmadi. Shuningdek, maymundan kelib chiqqanimizga hech qanday dalil yo'q. Molekulyar biologiya eksperti Francis Crick shunday deydi. Shunchaki DNKdagi o'xshashlikka asoslanib, bizning ota-bobolarimiz maymunlar bo'lishgan deyish bema'nilikdir. Bu shunchaki taxmin xolos. Darwinning nazariyasiga qarshi kitob yozgan yuzlab olimlar bor. Darwin nazariyasining xato ekani ancha oldin isbotlab bo'lingan. Bugungi kunda ba'zilar internetda yana shu nazariyani ilgari surishyapti. Bu shunchaki gipotezadir. Lekin Darwinning ham ba'zi fikrlari to'g'ri. Masalan, ilk tirik mavjudotlar suvda vujudga kelgani borasida muammo yo'q. Qur'onning Anbiyo surasi 30-oyatda shunday deyilgan. Shu kabi ba'zi g'oyalari to'g'ri, lekin insonlar maymunlardan kelib chiqqan deyish ilm-fanga zid. Bu shunchaki nazariya, fakt emas. Umid qilaman savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.